Hozir men bolalarga Rossiyadagi voqealarni aytib beraman. Hozir eslashdik real hit paytda. Rossiyada o'sha payt kim bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar. Xullas Rossiyaga 5000 tami odam kelgan. VDNX degan park bo'lgan. Endi men bilmagan buncha odam kelishini e'lon qilganman-da, qarochi aytganman. Mana shu joyda VDNX parkda ko'rishamiz deganman. Endi u efirga chiqmagan u joylar. Parkda ko'rishamiz deganman-da. Bo'l e'lon qildim. Ertasi kuni gazetasiga yotdik, bolalar Abbosman, Diyor boryapmiz. Park naryoqda bo'lsa, odam o'zbek bayroqlar ko'tarib olgan. Bir tarafdan xursand bo'lyapman. Uy, do'mi. Keyin kirib bo'lmaydi-da odam. Odam tiqilyotibdi. Yosh bolaman. Odam tiqilyotibdi keyin ras to'xtang deydi. O'sha yerda Erik aka degan aka bor edi, hozir ko'rayotgan bo'lsalar. Erik aka aytdilar-da, Jahongir dedi, bu yoqdan kirmaysiz dedi, orqadan kirasiz dedi. Keyin orqasidan kirdi. Orqasidan kirsak park ichida shunaqa o'zbek ko'p. Hammasi real hit bo'ldi-da. Keyin biz qo'rqamiz, ana mitingga o'xshab ko'ringanda, bayroqlarni ko'tarib olgan odamlar. Keyin odamlar to'lib ketdi, hammadan dumaloq qilib ovoz olganman. Dumaloq qilib odam tiqilyapti. Keyin bir payt militsiya kelyapti bo'ldi. Endi yodinglarni deb o'ylagan, miting qilyapti o'zbeklar deb o'ylaganda, park ichida. Hozir bizani qamab qo'yadi, qochinglar dedim-da o'zbeklarga. Hammamiz yugurdik. Biz yuguryapmiz, kameralarni ko'tarib, orqamizdan militsiya yuguryapti. Rostdan yuguryapti. Mana bolalar aytadi, Diyorov. Qochyapmiz bu degan parda. O'zbeklar qochyapti, kimdir urishyapti. Qochyapmiz, qanaqa joyga tushib qolganini bilmayman. Keyin shuna bitta restoran ishlayotgan. Kallam ishladi. Ketdik bolalar, shuna restoran kirdi, shuna o'tirib oldik, xuddi ovqatlanayotganda. Keyin ofitsiant keldi, o'zimizcha menyu berdim-da, kirdikda. Bitta antan militsiya kirdi. Militsiya kirdida, u aytibdi, anaqa eshityapmiz, bu yerda bitta odam yurgan ekan, hamma o'shani deb anaqa yig'ilgan ekan deb. Ana men jangariman deb, tipa shunaqa o'ylab o'tsa, men boshlig'iman. Qani shu yerga o'tirib oldi. Yo'q edi-da. Unda gaplashib turishdi-da. Bunda bizga qarayapti, biz xuddi aktyorskimda o'tirmiz. Oldimga bitta o'zbek kelib, aka bitta rasmga tushib oladi dedi. Ana dedi, shunda oldimizga bordi-da. Biz ana shuna ushadi-da, ushab keyin o'zini tanishtirdi, anaqa rossiyskiy anaqa militsiya formada. Men aytayapman, men deyapman, shunaqa aldayapman-da, unaqa mashhur emasman o'zi. Men shunaqa mashhur odamman deyapman. Shunda bu yoqda kelib yuruvdim, o'zbeklar bir-biriga tarqalib, hamma keldi. Men shunaqa rasm katta odamman, O'zbekistonda dedi. Yo'q edi. Keyin o'zlari bizani sapravayzera qilib chiqarib yuborgan. Bo'ldi, keyin tugadi, anaqaga bordim. Gastinisaga borsam, nechta o'zbeklar yozyapti, hech qaysi meni so'kmayapti. Hammasi rahmat kelganingizga. O'shatdan keyin bechara nechta o'zbeklarimizni mana avtobusga tiqib olib ketgan, nechidir sudga qamab qo'yganda, shtraflar qilgan. O'shalar bilasanmi deb yozgan. O'sha mana hozir endi eshitib g'alati bo'laman-da. Jahon aka rahmat, bizani tiqib qamab qo'yib shtraf qilgan bo'lsa ham keldingiz, maza qildingiz deganda. Tushunasam? O'sha shunaqa ana mashhurlikni cho'qqisi bo'lgan paytda odamlar shunaqa hurmat qilib kelgan. O'sha endi mana shu voqeani qoldirdim, Instagramga kadrlarni ham qo'yaman. Rossiyada kim ishlagan bo'lsa, kim Rossiyada yurgan bo'lsa, shu xabarni eshitgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz hammalarni yaxshi ko'ramiz. Mehnat qilasizlar, sog' bo'linglar, oilalarga har doim sog'lik bilan qaytinglar. Xudo xolasa hamma o'xshagan niyatlaringlar amalga oshsin. O'ylagan niyatlaringlar amalga oshilsin. Hayajonlanib ketaman, o'sha paytda eslaman, xafa bo'lmaysizlar. Real hitni eslaganlar bitta like bosib qo'yinglar. Ko'rishguncha.